Assalomu alaykum. Akamiz gapini eshitdim. Nimaga bilib olinglar, juda ham yomon narsa. Bu narsaga juda ham ko'p odam e'tibor bermaydi. Patent olgan paytinglarda sizlarga yana zеленый kartochka beradi. Bu отпечаток пальц, ya'ni Mana bu zеленый kartochka, отпечаток пальцni gapiryaptilar. Bu siz registratsiya qilib bo'lmaydi deb biratimiz aytgan, salgina vahima qo'ygan. Bu siz registratsiya qilib bo'ladi, 100% emas, 200%. Buning uchun bizga faqat oldi-orqa rasmi yoki oldi-orqa kserokopiyasi kerak bo'ladi. O'sha agar bo'lsa sizda xohlasangiz через FMS, xohlasangiz через госуслуга, xohlasangiz через общежитие qilsangiz ham bo'ladi. Bu akamiz sal shoshilib bilib-bilmay aytib qo'ygan. Endi to'g'ri gapiryapti bir tomonlama, lekin baribir ham через rasmi yoki kserokopiya orqali qilsa bo'ladi. Keyin registratsiya продление bo'yicha ba'zi bir odamlar qanday продление qilishdi, qanday registratsiya qilishni bilmaydi. Bemalol menga yozib, mendan so'rasa, qanday qilish, nima qilsa bo'ladi, nima qilsa bo'lmaydi, hammasini o'rgataman. Faqat yozingizlar, like bosingizlar, podpiska qo'yingizlar. Sog'lik, omonlik.